Yine güzel bir maşin çıkardık. Hiç kandı çek vermedi. Saat 11:30'da düşüyordu. 4 günlesindemiz yine Cerime meydanında. 444'te maşin. Hiç kandı çek vermediler. Tak, saati 2000-3000 so'm deydilar, lekin soatini hisoblab desa, hozir soatining 2 bo'ldi. 2dan 15 minut o'tdi. 3 soat, 4 soatda hisoblab desa 4000 o'tdilar, 45 ming so'm pulni oldilar. Shu bo'yicha murojaatimiz bor bizning. Bu kimlarniki desa, hokimiyatniki, hakima qaraydi deydi. Shu bo'yicha mutasaddilardan so'raydik, bir hakima qarasammi, kimga qarasam, xalq uchun bir adolat bo'lsin, adolatni so'raymiz-da. Adolatlatib berishingizni so'raymiz, ichki ishlarga yuboramiz buni. Başladım. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'miz-omonmisizlar. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman avtoturargohlar, ya'ni jarima maydonchasida bo'lib o'tgan holat. Ya'ni yuqori turuvchi organlardan so'rab qolar edik. Bu qaroqchilikning yangi turimi yoki qandaydir tushunmovchilikmi? Bunga uzoq qancha kutib qolamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida bo'lgan holat. Ya'ni bunga tezda chora ko'rishlaringizni va qat'iy e'tibor qaratishlaringizni so'rab qolar edik. Ya'ni bunaqa qaroqchilikni oldini olishingizni To'rtko'l tuman ichki ishlardan so'rab qolar edik.